Hop, men bu akam o'zimizniki ko'rsating, buni ham zo'r variant edilar. Qora suvda ekan, 2 xonali, 3-qavatda joylashgan, 3 qavatli uy 40 metr kvadrat ekan, novostroyka. Remontlari yaxshi ekan. 2017 da qurilgan. 2017-yil qurilgan ekan. 38 ming so'ralyapti. Ipotekasi ham bormi aka? Ipoteka, xohlasa ipoteka qiladi, xohlasa na. Necha pulga berilmagan aka? Endi vaqtida 39 ga berilmagan. Hozir sodasi bor, yana buni 38 ga. Qisman ozroq bor. Telefon raqamlari 97 748 0468. Aloqaga chiqasizlar, o'zlari bilan gaplashasizlar. Bozorda variant ko'p. Bozorga kelib ko'raverasizlar uylarni. Kanalga obuna bo'ling, like bosishdan boshlang. Men bitta srochniy 55 mingga beraveraman deyaptilar doda. Qayerda bu doda? 16-ko'rbasan ro'parasida. Do'mbarovod, Gavhar mahalla hozir. Bo'ldida hozir Gavhar mahalla bo'ldi. Aha. Nomi o'zgardi. 2 xonali 4-qavatda joylashgan. 4 qavat. Armanli. O'zimniki bu. O'zingiz? Ha, o'zimniki, makler emasman. Yashab turibsizmi shu yerda doda? Yo'q, hozir kvartirant bor. Men o'zi yonida uchastkada turaman. Necha puldan turadi kvartirantingiz? 300 dan. 300 dan. Demak, olsa 300 dan kvartirant qo'ysa ham bo'ladi o'sha yerga. Ha, undan ham qimmatga qo'ysa, men endi 300 dan qo'yganman. O 450 deyapti. Telefon raqami mana shu 99 828 75 39. Aloqaga chiqasizlar. Odam o'zlari bilan gaplashasizlar, yana savdolashasizlar. Bu bozor kanalga obuna bo'ling. Xo'p, men bitta tirikchilikdagi akamglar yana bitta yaxshi variant bor deb chaqirishdi. Qayerda bu aka variant? Chilonzor 21-kvartal, Zakis ro'parasi, 3 xona to'rxona qilingan. Romlari akfa qilingan. Remont sredniy. Qarzoyga tushmagan. Narxi 67,5 ming o'tib beramiz. Shunday ozgina kelishamiz. 65 metr kvadrat ekan. 3 xona to'rxona qilingan, 3-etaj, 4-etajga aytamiz. Telefon raqamlari 91 211 46 49. Aloqaga chiqasizlar, o'zlari bilan savdolashasizlar. Ana uy bozor, oluvchi ham ko'p, sotuvchi ham ko'p. Uy bozor keluveriga ko'rgan. Mana bu yoqda. Mana akam shu yerda bozorda tirikchilikdagi akamglar zo'r variant bor deyaptilar. Qayerda bu aka? Chilonzor 19-kvartal. Aha. 2 xona 3 xona qilingan, 4 remontlari yaxshi, razdelli xona. Aha. 48 kvadrat. Aha. Kirib yashaydigan uy. Toza ozoda. Ana. 56,800 so'ralyapti aka. 52 ming bo'ladi. 55 ming bo'ladi. 55 ming, ana yaxshi gaplashsanglar 52 mingga ham beraverarlar balkim. Telefon raqamlari 93 220 89 53. O'zlari bilan gaplashasizlar. Uy bozor kanalga obuna bo'linglar. Xo'p, men bitta singlimizni o'zlarining uylarini sotgan olib chiqqan ekanlar. Bu Yakkasaroy tumani Salomatina ekan. Yakkasaroy tumani shahar qoq markazi hisoblanadi. Hech qaysi hududi Toshkent viloyati bilan chegarasi yo'q. Qoq markazida joylashgan. 259 sotuq ekan. 150 ming so'rayapsizlarmi? Shu beramiz. Necha pul bermagansizlar siz? 135 ga bermaganmiz. 135 ga berilmagan ekan. Demak, shuni ustiga yurilsa sotishadi. Telefon raqamligi 90 097 82 28. Nechta xona bor? 5 ta xona. 5 ta xona. Tayyor eshitsa bo'ladi, xonada. Bo'ladi, oq xona. Supirib, sidirib eshitsa bo'ladi. Mebel texnikalar qoladimi? Yo'q. Mebel texnikalar qoladi. Ichi bo'sh ekan. O'zingizlar aloqaga chiqib gaplashasizlar. Mana uy bozor, oluvchi ham, sotuvchi ham ko'p. Mana keyingi varianti bizda Tokioda bor ekan, zo'r variant ekan bu ham. Sergeli Choshtepada ekan, 2 xonali, 1-qavatda joylashgan 2 qavatli uy ekan. Srochni sotiladi. 49,5 ming so'ralayotgan narxi. Yana kelishtirib beramiz deyapti. Necha nomerga aloqaga chiqishingiz? 97lik 644 5444. 5444. Shu raqamga aloqaga chiqasizlar, okalarning o'zligi bilan gaplashasizlar. Kelishtirib beramiz deyapti. Uy bozor. Yana bitta variantim deyaptilar. O'zimniki deyaptilar. Odamlarga gaplashib ko'rasizlar, yana kommentariyada yozasizlar. O'zlarinikimi yo birovnikimi? Demak, bu Sergelida, doda. Orientir nima bo'ladi? Sergeli 2. Aha. Shunday yarmarkadan qolganda do'kaqlik yetmasdan. Aha. 2 metro chiqsa 2 stansiya ko'rinib turadi. 2 stansiyani o'rtasida bu. Necha metrogacha? 150-200 metrdir. Zo'r ekan endi, yaqingina. Metro qo'yluga ketadi bu. O'shanda. Shunda chiqadi-yu bo'ldi. Metro u yoqqa xolasi yuradi, xolasi bu yoqqa. Yarmarkaga yarim avtomobilkada endi. O'ziga. Lokatsiyasi zo'r ekan, 62 metr kvadrat ekan.
Nechi pul so'rayapsizlar bunga? bo'ladigan. Bo'ladigani 65 ekan. Telefon raqami 99 828 75 39. Ikki xonali, birinchi qavatda joylashgan 9 qavatli uy ekan. Birinchi qavat Nijloga aylantirsangiz zo'r variant bo'ladi. Kanalga obuna bo'linglar, aka bilan gaplashasizlar. Xo'p, mana tirikchilikdagi akamizni zo'r variant olibdilar. Bozor bo'yicha bunaqa variant yo'q deyaptilar. Shunaqami aka? Shunaqa 7 sotu, Aha. ana shu sotiga 5000 dan tushyapti-da, unaqasi yo'q-da. Sotiga 5000. Uyi 4 ta xona yashaydigan. Aha. Remontlari ham zo'r. Aha. Kirib, shunday gaz, suv hamma narsa bor-da. Avtobusdan tushgandan keyin 100 metrdan keyin mashxonalarimiz. Mana Chilonzor metrosidan avtobus bor. Orientir nima bo'ladi, aka? Marshrutka boradi. Orientir Sonuchli mahalla. Orientir Sonuchli mahalla hamma biladi. Ipodromdan o'tgandan keyin 3 kilometrdan keyin mana shu joy. Tushunarli. 90 359 2019 qilasizlar. Mana shuni O'zlar bilan gaplashasizlar yana qolgan ma'lumotlarni. Mana uy bozor kanaliga obuna bo'linglar. Xo'p, keyingi variantimiz ham mana bu tirikchilikdagi akalarimiz aytishyapti. Zo'r variant bor deyaptilar. Bu uch qahramon tarafda, uch qahramon postida 6 kilometr kirganda 2 qavatli uyi, ikkinchi qavatida joylashgan 3 xonali uy ekan. Xonadon ekan, 65 metr kvadrat. Remontlari yaxshi deyaptilar. Narxi 45,5 ming so'ralyapti. Telefon raqam 93 558 33 21 ga aloqaga chiqasizlar. Shular bilan gaplashasizlar. Srochli sotiladigan uy endi bu tirikchilikdagi tashlab ketishgan bularga. Qolganini o'zingizlar gaplashaverasizlar. Uy bozor kanalga obuna bo'linglar. Odam mana keyingi variantimiz ham tirikchilikda okalar yurishgan ekan. Shu variantni ham ko'rsating dedilar. Srochniga bu narsa ko'rsatayotganimiz. Qayerda ekan bu aka? Sergeli Straytel, quruvchi bekatga bir ostanovka. Aha. Nechi xonali? 3 xonali. Euro remont, 4-etaj, Rishli dom. Aha. Burcha emas. Aha. 9 qavat. 2500 da elotib kelishiladi. Ipotekaga ham kelishadi. Ipotekasi ham bor, Kelishamiz yetlicha. 74 kvadrat, o'bshi. 74 kvadrat, euro remont. Euro remont. Lift yangi. 2023-yil topshirilgan navastroyka. Rishli dom. Gaplashasizlar, endi pullar narx sanaladigan bo'lsa ancha tushiladi. Bu aniq srochniy variant bo'ldi. Telefon raqam 93 966 64 41. Bu yerga akalarning telefon raqamlari. Gaplashasizlar mana. Uy bozor kanaliga obuna bo'linglar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop, keyingi variant, okamgili tirikchilikdagi okalar, zo'r variant. Ega srochni sotish kerak, srochni sotish kerakmi egasi aka? Qayerda bu aka orientir? Bu Chilonzor 7 eski basseyn bor bilardi bu sabab 42-domda 3-etaj ilk xona razdelni ipoteka bo'lsa ham beramiz. Aha. 62500. 62500 bu so'ralayotgan narxi. Nech pulga beraman deyapti aka taqalgani? Taqalgan 62 ga beramiz aka. 62 ga beriladi. Ya'ni savdosi bor. Mana telefon raqam kimniki aka? Bu telefon raqam meniki. 97 lik 394 47 74. aloqaga chiqasizlar. 48 kvadrat metr ekan, joyi zo'r variant bo'lyapti. O'zingizlar bilan gaplashasizlar. Balkim naqd pul sanaladigan bo'lsa, yana kelishinglar. Uy bozor odam ham ko'p, oluvchi ham sotuvchi. Xo'p, uy bozorida yurdik. Mana Toshkent viloyatidan ham joy chiqdi, sotiladigan Yangiyo'l tumanida. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, Yangiyo'l tumani o'zliginiki ekan. Yangiyo'l qayerda bu aka? Erkin postdan 7 kilometr kirganda. Erkin postdan 7 kilometr Katta kirgan. yo'lga 1 kilometr. Aha. Quruq yermi yo uy bormi? 2 xonali vremenkasi bor. Yashasa bo'ladimi? Sharoitlari bormi yashashga? Gaz, suv, svet hamma narsa bor. Sharoit bor demi yashashga. Nech pul so'rayapsizlar? 6,5 mingdan sotilgan. Sotiga 6,5 mingdan. Bo'lib 17 sot. Bo'lib sotishga ham variant bormi? To'liq sotiladi. To'liq sotiladi. Ha, kim uchastka qilaman deydigan bo'lsa, shahardan uzoq emas bo'lgan hududda aloqaga chiqasizlar. Mana shu raqamli 90 009 0914 raqami. Ya'ni kelishiladi narxi. Kelishiladi. Mana uy bozor. Oluvchi ham ko'p, sotuvchi ham ko'p. Kanalga obuna bo'ling. Hop, mana Chilonzor metrodan kelaverish va Qamaski bozor tushib turish taraf bo'lyapti. Mana Chilonzor buyum bozori bo'ladi. Mana shu ichida uy bozor joylashgan. Endi bizning bitta ma'lumotimiz bor. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, ro'za Ramazon kunlari hamma qo'ldan kelgan yaxshilikni qilyapti. Biz ham qo'limizdan keladigan yaxshiligimizni kim reklama qila olmayotgan bo'lsa, sotiladigan uylarini biz tekinga reklama qilib beramiz. Reklamaga chiqarib beramiz. Faqat sharti bo'ladi, uy o'ziniki bo'lishi kerak bo'ladi. Dokumentlarda muammo bo'lishi kerak emas bo'ladi. Sotiladigan uyi keyin haqiqiy sotiladigan narxini aytish kerak bo'ladi. Telegram kanalimizga tashlaylik.
hamma tashalganlarni Instagram, YouTube kanallarimizda qo'yib boramiz. Tekinga reklama bo'ladi. Bu bizning qo'limizdan kelgan yordamimiz bo'ladi.